Gaplashsa, o'zi qilib qo'yadi. Adajon, Ha? mashinalarni obzor qilishga tayyorlab qo'ydim 13 ta mashinani. Siz bilan maslahatlashmoqchiman. Ha. Mana kuniga 10 tacha mashina sotamiz. Ha. O'shani men 30 ta, 40 taga chiqarmoqchiman. Ha. Bir xil mashinalarni minimalniy narxlarini qo'yib, foydasini kam qilib qo'yaveryapman. Bir xillarini orasidan o'zini narxida qo'yib yuborsam bo'ladimi? Nima deysiz? Kecha o'zini narxiga ham qo'yib yubording o'zi mashinani. Shuni ham ishlab qilaymi deb sizdan maslahat so'ramoqchi edim. Bo'ldi, o'zi chiqarib olaysanmi 30-40 taga? Chiqaraman Bo'ldi, xolos. bo'ldi. Omading bersin, bos. Bosamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Birinchi Captiva'mizni qora rangda 2017-yil 129 ming kilometr yurgan gazlari bilan 12.800 dollarga beraveramiz. Ikkinchi Captiva'mizni staloy rangda 2012-yil 180 ming kilometr yurgan 7500 dollarga beraveramiz. Uchinchi Captiva'miz ham staloy rangda 2013-yil 360 ming kilometr yurgan 9000 dollarga beraveramiz. Yana bitta qora rangda Captiva'mizni 2015-yil 131 ming kilometr yurgan shumkali qilib qo'yilgan 12000 dollarga beraveramiz. Kobultlarimizning navbati staloy rangda Kobultimiz 2013-yil 299 ming kilometr yurgan 5600 dollarga beraveramiz. Delfin rangda Kobultimiz 2015-yil 123 ming kilometr yurgan mexanika 6200 dollarga beraveramiz. Oq Kobultimiz 2024-yil 7000 kilometr yurgan atiga avtomat korobka 11300 dollarga beraveramiz. Mokri rangda Kobultimiz 2017-yil 221 ming kilometr yurgan metan gazlari bilan mexanika 5800 dollarga beraveramiz. Qora Gentra'miz 2023-yil 64 ming kilometr yurgan avtomat korobka 11700 dollarga beraveramiz. Navorotlari bilan Malibu rulli qo'yib qo'yilgan, barliq qo'yib qo'yilgan. Xo'p, Onix'imiz 2024-yil 34 ming kilometr yurgan 4-pozitsiyasi 11800 dollarga beraveramiz. Sparklarimizni gali 2022-yil Sparkimiz 69 ming kilometr yurgan avtomat korobka metan gazlari bilan 8200 dollarga beramiz. Keyingi Sparkimiz 2022-yil 12 ming kilometr yurgan avtomat korobka 9500 dollarga, kraskalari 100% top-toza. Oxirgi Sparkimiz 2016-yil 101 ming kilometr yurgan avtomat korobka 5400 dollarga beraveramiz. Kommentariyalarımızda qimmat deganlar bor. Bugungi videomizda mashinalarimizni maksimalniy narxini tushirib, bir xillarini o'zini narxiga qo'yib yubordik. Ulgurib qolinglar. Telegram kanalga ulanib olish esdan chiqmasin. Bosamiz. Mustang Avto eng ishonchli hamkor.